Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli yurtdoshlar. Bugun yana ustalarimizga keldik. Omarjon usta yana ishlarni obzor etib ko'rsatib o'tamiz. Kuzatib ko'rib boraverasizlar. Qani shifr boshlabdilar. Assalomu alaykum ustamiz. Assalomu alaykum. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Shukr, o'zingizga sog'liqlaringiz yaxshimi? Shifr boshlabsiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa 30 metrlikda qirda kakab o'tmiz. Shifrlarimizni akşam başladık. Strapilalarni, furag'onlarni diklab strapilalarni qatib tutdik. Obunachilarga bir aytib tushuntirib o'tsangiz, aralarni, nelarni, düzülüşlerini. Duayımızın yüzü 21 metre. Uzinası. 21 metre. 16 metre tuttu. Strafilalarımız arası 60'dan. Yekelerimiz 50 santimden tuttu arası. Usta indi bunu Belandlik necha bo'ldi buni? Beland 280 bo'ldi buni. Ko'ngillar bir yana yana tushirgan. Tez aytibsizlar shu. Uji bitiribsizlar bu karkasini. Akşam başladık ya. 450 kvadrat şifre tayyor oldu. Valla bulup işledik. Bunu bahalarını aytib o'tsangiz. Bahaları Hazaras boylab, Hazaras Durujba boylab 21 ming so'mdan kakabirtimiz. Bagat Senternadon 25 ming so'm. Bundan yanına göremiz. Tili Bursala gaplaşamiz pulini. 21 ming so'mdan kakabirtimiz metr kvadratini. Acayip simburgalarından bulup veremiz abi. Yine bir suyum etib veremiz. Simburgaları tartıştırıp bo'lgandan yana eldimiz tuneka fondan yekelerini yasak ko'pmiz hozir pastdan bir ko'rsatib berasiz. Buni ichi ikkisi kat deydi axir. Shusi mana shu. Ikkisi kat. Kermet boladan bo'lsa 25 ming so'm Hazaras territoriyasini. 25 dan. Ha. Acayip etib geliştirib o'tib beramiz xudo xolasa. Videolarımızı görebilirsiniz kanallarımıza. Kan esa bola ishlarni bir ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda tunika fondan boshlabsizlar qo'ying. Eldan apishib keladi. Eldan apishib ketchiga o'xshaydi bola. O'zingizning zakazlarga göre. Yine Türkiye deyip çıkarttılar. Mesela usta bir nömerler yazsanız ekranlarda nömerler yazıp kaldıramiz. Eğer kimdir shuning hizmetler gerek bo'ladi desa aloqaga chiqishadi. Bo'ladi, yana xudo xolasa aytamiz nömerlarni. 99 kan 99 58 63 94. Buraversalar bemalol. Har xil xizmat ketaveradi. Kodning ishi bo'lsa aytamiz. Zinam quraveramiz taxtadan. Pol, panir, shifr. Ya bu ish keldi, addimiz son shifr bo'lgan bo'lsa, yerdan ya nodimiz tunaga qo'natib qo'ying desalar, qo'natib beraveramiz. Gelişen holda etib beraveramiz narxlari. Adama qimmat emas, arzon emas. Shu normal hisob olib, xalq o'ylagan holda geliştirib o'tib beraveramiz xudo xolasa. İşimizni yana sifati yönib turibdi. Zakonni ko'rsatib bering biz sifatini ishlaymiz. Ko'rsatdik xudo xolasa. Biza qadrli obunachilar, videoga like bosib qo'yamiz. Nomerlar ham yozib qo'yamiz. Shu nomerlarga bog'lanaverasizlar. Kimga shuning xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ulotning xizmati. Sağ olun, selamet olun, qolamiz.